Ahad aka, mana yo'lda ko'rishamiz degan gapingizdan ta'sirlanib Andijondan keldik. Sizni ko'rgan. So'z bilan isbotini ko'ra olmaganlar mana ko'zi bilan kelib ko'rishi mumkin bemalol. Albatta, bemalol kelsa tajribasini o'rgatamiz. Andijonda mehmon bo'lgan bolaman, hurmatim juda boshqacha edi. Har bitta borgan viloyatni o'zigacha kutib olib, o'ziga yarasha urf-odatlari bilan, o'ziga yarasha mehmondo'stliklari bilan men juda xursand bo'lganman shu mamlakatda. Mana shunaqa odatlari bor mamlakatda farzandi bo'lganimdan juda mag'rurlanaman, faxrlanaman. Atsiy dushi. Har bitta andijonlik muxlis bilan yo'lda ko'rishish mana shunaqa nasib qilsin menga. Realniy podxodlarda boshqacha, yana ham kuchliroq ishlashingizni ko'rdim. Masalan, razvodga narsa juda og'ir veslarda ishlayapsiz. Biz ko'zimiz o'rganib qolgan endi 25-30 kilo ko'rib. Bu tabiiy narsa. Chunki razvodka shunaqa opasniy narsa, mishsani uzilib ketish ehtimoli juda baland. Razvodka o'zi yengilroq ves yaxshi ko'radi. No, men chustvovat qilmayman yengil vesni. Endi men 60 degan bolaman. 50 qilishimga sabab ro'za payti endi chiqdik ro'zadan. O'shanga iloji boricha sustavlarni avaylab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'zidan kuch so'raymiz yaratgan. O'zi kuch bersa 50 kilo emas, 50 tonnani ham sochib yuboradi. Ishonavering. Faqat o'zidan so'rashni bilish kerak. Hop. Bo'ldi. Bitta vastanavlini olaman. Ichimdan kislorodga to'ldirib olishim kerak. Butun tanamni podключать qilib olaman to toshmanga bo'ysunmaguncha. Ikkalamiz hozir kurashamizda 50 bilan meni o'rtamda kurash kechadi. Bu bo'ysunmayman, men bo'ysundirishim kerak. Bu bo'ysunmayman deydi. Endi oyog'im kerak menga. Meniki uchun. Bo'ldi. Prinsipi, buncha qo'rqinchli emas, faqat o'zidan so'rash kerak. Zalga kelib yana bitta narsani kuzatdim. Ustoz shogird degan narsani ancha-munchadan beri ko'rmay qo'ygandim-da. Lekin sizda shuni ko'rdimki, har qanaqa inson kelib turib maslahat olyapti. O'ziga yarasha aura deymizmi buni? Qanaqa qilib shunaqa hurmatga sazovor bo'lish? Albatta. Meni nazarimda haqiqiy mo'min yigit kam g'iybat qilib, cho'tki bo'lib yurish kerak. Bizga shunaqasi yarashadi. Ko'p gapirish emas. Maktabda a'lochi boshqa, pedagog boshqa. Pedagog, ya'ni o'qituvchi boshqa, a'lochi boshqa. A'lochi bitta bo'lishi mumkin, lekin o'qituvchining qo'lidan 100 ta a'lochi chiqqan bo'lsa, qolgan 99 ta a'lochi u bilan degan. Stilimga, yo'nalishimga kelsak, menimcha har bitta o'zbek yigitiga mana shunaqa bo'lib yurish nasib qilsin, bizdan ham zo'r bo'lib yurish nasib qilsin. Kontentlarimning mohiyati nima? Ota-onani yaxshi ko'rish, farzandlarni vaqtida mehriga qo'yib olish, qaysi ma'noda? Turmushga chiqquncha, uylantirguncha. Hayot tashvishlarini chustvovat qilmaganda, ularni quvonchga to'ldirib olish. Keyin uje sal ko'zlarimiz xira ko'rgandan keyin ko'p narsani biz ham xotiradan chiqazamizda. O'tib ketgan otani xotirlash, onani xotirlash, men kontentimning mohiyati shu. Erkak o'ziga bo'lgan e'tibori, o'zini omonatini asrab, o'zini omonatiga chiroyli qilib xiyonat qilmasdan. Erkak bolalar shunaqa ekan, berilgan oilani omonatini, haqqini xiyonat qilmaydi-da. Lekin mana bu tanasini ko'p hollarda esdan chiqarib qo'yadi-da. Oxirida miyada sal majlis qiladi-da, charchab qolganda. Chunki ko'p erkaklarni ko'rdim. Barakaga yetguncha niyat boshqa edi. Barakaga yetgandan keyin quvvat boshqa bo'lib qolganda. Barakadan oldin quvvatingiz qanaqa edi aka deyman. Zo'r edi deydi. Mana barakaga yetdingiz, qalay desam qomadi ishtimadi. Yordam bera oldimmi, biron nima ezdi? Yo'q deydi. Demak, mana shu tazgina energiya olib tursak, bizga sunnat harakatlarimiz hech xalaqit bermaydi. Kontentlarimning maqsadi shu. Ya'ni hech ham bir-birimiz bilan kasal bo'lib emas. Sog'lom, savlat to'kib, vatanimizga har doim sihat salomatlikda yaxshi ong bilan
g'iybatsiz, fasadsiz, ayniqsa hasadsiz go'zal yashash. Mazza qilib yashash. Shunda Allohning nazari tushib, o'ziga yarasha hammamiz rivojlanib olamiz. Cho'tki bo'lib olamiz deb o'ylayman. Meni maqsadim shu. Chunki hozir bir-biringizni yomon ko'rganingiz bilan baribir oxirida yaxshi gap gapirasiz. Qanaqa odam edi deydi-yu. Ko'tariladigan payti kelgan, to'g'rimi? O'shangacha yaxshiligini bildirib, bir-biri bilan kelishib olsa bor. Bu boshqa sistem. Meni dunyo qarashim shunaqa. Kontentimni mohiyati shu. Abdushuy, mana endi oldiga kelib biratni yo'lda ko'rishamiz degan so'zini tushundim. Mana yo'lda turibmiz. Albatta. Qolganlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Da, albatta, mana yo'lda ko'rishamiz degan atrofimdagi bolalarni ko'rdinglar. Tepadagi inomarkalarga e'tibor berdinglar. Hammasi mashaqqat chekkan va ko'rdinglar-a? Bu bolalar eng muhim chempionatda o'tgan, ya'ni tirikchilikda chempionatini yutib chiqqan bolalar. Ishonavering. Spokойный bolalar. Ko'p gapirmaydi. Lekin har doim turib beradi. Muhim shu. Ko'p gapiradigan emas. Turib beradigan muhim. Kam gapirsa ham, telefon qilmasa ham, sovuqqon bo'lsa ham, turib beradigan do'st muhim deb hisoblayman. Bu turib beradi. Ko'p gapiradigan har doim ko'p gapiradi. Yaxshi gapimizni ko'p gapirdimi, yomon gapimizni ham ko'p gapiradi. Chunki uning stili shunaqa. Baxtliman hammaga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Baribir hamma narsa bizdan ketgandan keyin bir-birimizni xotiramiz to'g'risida gaplashamiz. Agar xotirani bulg'atlab har xil bo'lar bo'lmas narsalarni qiladigan bo'lsak, oxirida eslaydigan narsamiz ham shunga yarasha xira bo'ladi. O'zida ko'zimiz xira, xotiramiz ham xira bo'ladigan bo'lsa, odam tahlil qiladi umrini. Qanaqa yashadim o'zida. O'sha narsani bugun his qilishni tilab qolaman. Baxtli bo'linglar. Gap yo'q. Kattakon rahmat ustoz. Andijonga assalomu alaykum deymiz. Ko'rishamiz xudo xohlasa.